biometrikdan o'tkazacakmiz. Bankka borib yurish shart emas ekan. Buning uchun oddiy telefondan ishlasa bo'ladi ekan. Hozir bir bolaga sanab ko'ryapmiz. Xudo qarasa, hozir men 0 sanab turibdi. Rasmga tushdik. Endi 0 sanab turibdi. Agar shularni o'tsanglar, уже birinchi etapdan o'tdimi? Hozir ikkinchi etapdan o'tadi. O'chirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Shu go'suzlik biometrikdan o'tgan vaqtida sizlarning yuzlaringizni rasmga tushirish kerak. O'zlaringiz yaqin yerga borib, orqa tarafingizda hech narsa bo'lmagan vaqtida rasmga tushishlaringiz kerak. 1-2 marta so'raydi. Bir martasida o'tishlaringiz qiyin, 1-2 marta so'raysizlar, keyin ishlab ketadi, xudo xolasa. O'tganingizdan keyin paparyatga ko'rsatgan videoga amal qilib ishlab qo'yaverasizlar. Bu videoni ko'proq tarqatinglar Instagram tanishlaringizga o'tolmaganlar uchun go'suzlik biometrik skachet etasizlar. Shunday. Olti kanal. Shunday pitichga chiqaradi o'tganingizdan keyin. Oddiy o'tishdan maqsad. Короче, go'suzliklaringizga kirasizlar, o'tib qolgandan keyin cho'rga qo'ng'iroqchani bosasizlar. Kimni yozib qo'ydi? Biometrik registrlayman. Buni qarasa, bitta ishlaymiz. Bankka borib shart emas.